fuqarolarimizning fikrlarini eshitdik. Ma'qul va maqbul tadbirni shoyat siz janoblaridan Podshoh olam hazratlari, Xurosonning taqdiri va hayot sizning qo'lingizda. Sizning muborak xotiringiz ushbu alamli hodisada fikr bayon ushbu toju davlatni qilich bilan olgan ekanmiz. Uni yana ayni qilich bilan poydor qilg'umiz. Asta haloyiqning ko'ngliga siz hakimu hozirdir. Kaminaning fikricha bu yerda qilishning aslo keragi yo'qdir. Dar haqiqat Podshoh olam hazratlarining fikrlari aqli salim mevasidir. Johil olomonni bostirmoq uchun loaqal tayoq lozim. Olomon shafqat va marhamatni qadriga yetmas. Mavlono Alisher. Masala adolat va haqiqat masalasi. Haqiqat bo'lsa olomon tosh. Haq so'zni aytgan og'izlarni tosh bilan urib qonatmoq ermas. Balki haqiqat amalini qulatmoqqa ko'tarilgan qo'llarni kesmoq lozim. Eshsiz deganda haddan oshdi. Bizning xizmatimizda bo'lgan zotlarni sangbaron o'qiga tutmoqlikni taxtimizga nisbatan haqorat deb qabul qilg'umizdir. Ariza bilan shikoyat qilsinlar. Dayinki poytaxtda qo'zg'alon ko'tarmoq Bizga qolsa aslo saltanat tojini quyosh yanglig' samovat doirasida bil. Nayinki Xo'ja Abdulloh Xatibdek bir ajdar nafs kimsaning boshiga otilgan toshni saltanatimizga nisbat. Xalqimiz g'alaba ko'taribdimi? Demak, xalqning dardi. Uni tinglamoq, dardini adil suvi bilan yuvmoq. Bu bizning. Xo'ja Abdullohdek ko'rnamak jazodan aslo mahrum bo'lmagan. Biroq poytaxtda ham fitna ko'targan bu kabi yovuz kimsali kishilar jazoga mahkum. Siyosat yuzasidan loaqal bir nima jazoga tortilsalar, istiqbolda bu kabi qo'zg'alon va g'alayonlar ortiq sodir bo'lmaydi. So'zlamoqqa ijozat bering, onaxonim. Ijozat. Shohim, xalqimizni bo'rilar ixtiyoriga topshirib, so'ngra ular bu qonxo'r maxluqlarning nafsidan qon ko'targanda ularga quloq solmaslik, adil va insofdan emaslik. Bu ishda tahdid va siyosatga o'rin yo'q. Biz xalqni o'ylab mehribonlik qilishimiz darkor. Xalq bilan bo'lg'usi muomalada qilich kuchiga emas, adil kuchiga suyanmoq kerak. Zero xalq shunday bir daryoyi azimki, agar u toshsa, uning mavjidan na shohning qasri, na darveshning kulbasi qolmaydi. Shunday ekan, yaxshilik qilmoq lozim. Agar el va yurtning baxti barqaror bo'lsa, saltanat ham bexavotir bo'ladi. Ma'qul. Mulohazalaringizni batamom qabul. Bu kabi nozik vazifasini uddasidan chiqmoqlikni faqat janobimiz Alisherbekka topshiramiz. Inshaalloh siz kabi kordon va sohibi tadbir inson poytaxtdagi sukut va osoyishtalikni tezda tiklab safarga hozirlanishga ijozat bering. Poytaxtdagi haloyiq oldiga bu faqir ne sovg'a bilan? Ularning dilini
ne malham bilan davola. Butun olamga ma'lumki, men podshoh, tabibimiz ne? Ko'ngilga shunday musharraf bo'ldikim, xalqning o'zini davolamoq uchun sizning farmon himoyingizni kutib. Muxtasar qilganda bu farmonning mazmuni qanday bo'lmog'i joiz? Mazmuni shunday bo'lsin-kim, farmonning har bir so'zi ko'ngillarda quyosh kabi porlasin. Har bir nuqtasida daryoyi adolatingiz mavjud. Yana farmonda shunday so'zlar bo'lsin-kim, ular Xo'ja Abdulloh Xatibdek badnafs kimsalarning boshiga sangboron bo'lib yog'ilsin. Vazir A'zam Majididdin, Haqqi a'lo hazrat. farmonni iloji boricha tezlik bilan hozir qilib, Alisherbekka topshir. Amringiz bosh ustiga. Safarga otlaninglar. Kelgusi ishlarimiz xayrli bo'lsin.